Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana endi programmamizda tartib shartlarini aytib o'tdi. Demak, boshlasak. Qonun bo'yicha do'konlar rastalarga tarqatiladi. Bizning oddiy tuxumlar, donalarning korobkalarga taqlansa, bu tuxumlar oddiy korobkalarga o'nta bilan solinib, hamma uy do'konlar boshqa joylarga tarqatiladi. Mahsulotlar brend asosida shu holatda xonadon, do'kon va boshqa mahalliy do'konlarga tarqatiladi. O'z rasmlariga qo'yiladi. Flagman telefonlarni eksport qilishdi. Flagman telefonlarni ustun jihati oddiy telefonlarga qaraganda 2-3 barobar tezroq ishlaydi, ham sifati ham yaxshi. Budjetli telefonlarimiz ham, flagman telefonlarimiz ham mavjud. O'sha biz olib kirib taqdim qilishimiz kerak bo'lgan telefonimiz aslida Yaponiyaniki bo'lishi kerak edi. Asus nomlanadi nomi. U qo'limizda umuman O'zbekistonda bo'lmagani uchun uni hozir taqdim qilib bera olmayman. Shuni sal oddiyroq varianti bo'ladi, ya'ni Infinix GT20 Pro smartfonimizni hozir o'zaki sharhlab beraman. Infinix GT20 Pro smartfonimiz ham eng oddiy ham yaxshi sifatli flagman telefonlardan hisoblanadi. Bu telefonimiz 256 GB gacha doimiy xotira va 12 GB gacha tezkor xotira bilan jihozlangan. Lagan tushirilgan ustiga reklama miqyosida desak ham bo'ladi. Trenchok logotiplari tushirilib, mayli mahsulotlarimiz ko'proq mijozlaganlar mayli esida qolishi uchun reklama miqyosida shu ko'rinishda mahsulot yetib keladi. Men Trenchok ilovasini birinchi biznesni taqdimot qilayotganda faqat shu ko'rinishini taqdim etgandim. Hozir bu ilovaga yana o'zgartirishlar kiritilgan va buyurtmalar qismi qo'shildi bunga. Buyurtmalar qismida bu yerda miqdor siz buyurtma qilgan mahsulotingiz nechta odam nima deydi sotib olganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nechta odam sotib olgan miqdori turadi. Bu yerda esa model turi. Siz qanday mahsulotlar sotib olgansiz, qaysi turdagi mahsulotlarni sotib olganligingiz haqidagi ma'lumotlar turadi. Bu yerda esa muddat. Siz qachon olib ketishingiz haqidagi muddat turadi bu yerda. Do'kon tuxum bozorda 14 ming shunaqa sotiladi. Bu ustiga o'zim logotipini, o'zim yaratgan logotipim tushirilgan. Yana bundan mukammalroq qilinadi. Faqat hozir bitta logotip o'zi. Logotipimni yana mukammallashtirib, T tarafiga sanasi, qachon ishlab chiqarilganligi va muddati qo'shiladi. Men nima sababdan bu biznesni tanlaganman? Bu biznesim hozirda endi boshlanish mablag'i bilan o'sha oq mahsulotlarni sotib olishga bo'lgan kuchli qiziqish mavjud. Va men sotib olib bu biznes g'oyalarimni amalga oshirmoqchiman. Bu mahsulotlarimizda asiliylikda logotip bilan ishlab chiqariladi. Bu ikkala mahsulot birdaniga nima sababdan bu yerda turibdi deyishlarga sabab savol bo'lsa, menda javob shuki, bunda ikkala mahsulotning teng ekanligi va uning birdaniga ikkala mahsulotga bo'lgan qiziqishni qondirish hisoblanadi va ikkala mahsulot bir xil miqdorda sotiladi. Va kelayotgan foyda yoki daromad haqida xulosamiz o'z xulosamizni bilib olishimiz mumkin. Qancha foyda kelayotganini tezroq aniqlab olishga ham kuchli yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Va Aykod platformasi ishga tushish sanasi 2025-2026 yil oralig'ida va Aykod platformasi ishga tushguncha bo'lgan vaqt oralig'ida Aykod platformasining rasmiy sahifalari
ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshginangda yana qanday g'oyalar bor? Bosgan izing chaman bo'lsin, bu hurmakon g'urga to'lsin. Har sohada bunyodkorsan, topgan noning halol bo'lsin. Ey tadbirkor, elga o'zing zo'r madadkor. Sening aziz boshginangda yana qanday g'oyalar bor?